Nasıl? Güzel yapsa yıkanır. Kim açılar? Saklı çok video yani kullanmak düşünüyoruz. Başka ne yapıyorlar? İşte yaparsanız lütfen. Nereden sıkıntı? Bu tarafta ne yapıyor? Yani hop, şu mana da yapıyordun, nari görüşürdü. Mana şey aşağı korunan ekran. Endi namani narisini tushirib qo'yasiz, narisini tushirib qo'yasiz. Endi namani? Ikki yil o'chirib qo'yamiz, aslında. Video ham mani bo'lsa kerak. Ancha ketaveradi. Sekin boshlaymiz. Hammaga salom, bilmadim, uzr, joyimiz chiroq, odam ko'payib ketdi. Hammani ko'rib turganimizdan xursandmiz. Ismi Asilbek, DFP asosisimi. Ancha ko'p nisbatan odam bugun. Hamma hop, bunaqa kim qayerdan eshitib keldi shunisi. O'tgan safargilar. Siz boshlab keldingizmi o'quvchilar? Ha, o'quvchilarni olib keldim hammasini. O'shancha ko'payib ketdi. Shuncha ko'payib ketdi. Yaxshi, yaxshi. Yaxshi bo'lyapti. Nu, har holda videoga chiroq chiqadi. Hammaga foydali bo'lsa bo'lyapmiz. Mavzu ham aktual. Mavzu ham aktual. Yil oxiriga kelganda endi ro'ja aktual qoldi. Demak, boshlaymiz o'zimiz. Albatta. Bundoq qilsam. Xo'p. Qisqacha ko'pchilikga DFP diagnostika tanishtiraman. DFP Developer Community, ya'ni shunchaki dasturchilar jamiyati. By developers for developers, ya'ni dasturchilar tomonidan qilingan va dasturchilar uchun mo'ljallangan asosiy bir jamiyat. Qanday marketingchilar tomonidan o'rnatilmagan yoki saleschilar, bizneschilar tomonidan emas, dasturchilar tomonidan qilingan. Faqat dasturchilar uchun mo'ljallangan. Shuning uchun o'zimizga qiziq bo'lgan mavzularni gaplashamiz, ulashamiz, proyektlar qilamiz. Savol bo'lsa bir-birimizdan savol so'rab o'rganamiz va hokazo. Bizning veb-saytimiz bor. Hali tayyor emas, lekin bemalol ko'rib, o'sha yerda 2020 bo'ladi. Social, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarimiz bor. Telegram guruhiga qo'shilmaganlar bo'lsa, qo'shilib ko'ringlar. Bu yerda hamma narsa o'sha yerda bo'ladi asosan. Instagram kuzatib qo'yinglar, reelslar qo'yamiz oralarida. Yoki men o'zim doim yurib ketayotganimni qo'yib qo'yaman. Like bosib demak, DFP qisqacha o'zi nima uchun DFP beradi degan savolga. Hop, birinchi eng asosiy sababi men o'qishdan qaytgandan keyin, Malayziyada o'qiyman. O'qishdan qaytgandan keyin zerikib qoldim. O'zimizga qiziq bo'lgan dasturchilar jamiyatini men qatnashtirdim. Yo'q. Ya'ni keldim, hech kim yo'q. Kimlar bilan ko'rishib qanday eventlar bo'lsin, nima tashkillaylik dedim. Yo'q, keyin shunga qadar bo'lsam o'zim boshlab olaman dedim. Yana bitta asosiy maqsad. Nima uchun qarasam boshqa dasturchilar IT community, developer community yo'q. Birgalikda bir-birimizni misol uchun yangi tanishlar o'tirish juda ham yaxshi imkoniyat. Siz kim qayerda ishlashini bilasiz. Eng oddiy misol hozir hamma o'zining experience'ini boshdan gapirib beradi. Kim nima ish qiladi, kim qayerda ishlaydi, kim asosiy mutaxassisligi qaysi, misol uchun men asosiy qiziqadigan, o'rganadigan blockchain sohasida o'rganaman, shu sohada ishlaganman. Kimlardir security sohasida, kimlardir mobile, kimlardir front-end, hammani birgalikda jamlaydigan joy, jamiyat bo'ladi.
qisqacha inglizcha yozganman. O'zbekchaga uzr, inglizcha savol bo'lganim uchun. Asosiy g'oyasi jamiyat o'zi nima? Jamiyat bu o'zaro bir guruh odamlar birgalikda o'sish uchun rozi bo'lgan bir guruh odamlar. Va agarda biz mana shu narsani jamiyatda to'g'ri ishlatsak, to'g'ri eplay oladigan bo'lsak, biz o'zimizni yaxshiroq versiyamizga aylanamiz. Kechaga nisbatan yoki oldinga nisbatan yaxshiroq bo'lib boramiz. Agar o'xshasa shunaqa bo'ladi. O'xshamasa hech narsa yo'qotmaymiz. Asosiy maqsad shu. Demak, qisqacha statistikalar aytib o'tmoqchiman. Hech qanday statistika qilmasdik, lekin bu yilning oxirgi mitab, shuning uchun 26-yil statistikalarni yozadigan bo'lsak, birinchi mitab 17-may kuni bo'lgan, 2025-yil. 0-mitab ham bor edi, uni hisobga olmaymiz. 3 ta odam просто o'tirib gaplashganmiz edi. Uni eng qizig'i videosi ham bor, chiqarib qo'ymaganman. Birinchi asosiy ofitsialniy mitab, reklama qilingan mitab. O'sha 17-may kuni bo'lgan, Najot Karimov bo'lgan. Nechta odam? 5 ta. O'rtacha odam 8 ta bo'lgan. 2025-yilda 14 ta mitab, bugun 14-mitab. Va Telegramda a'zolar soni 160 dan oshdi. Hammasi shunchaki 0 dan boshlangan. Hech qanday reklama bo'lmadi. Og'izdan og'izga o'tib, hamma tanishlarini aytib, organik ravishda o'sgan jamiyat statistiklarimiz shu. Просто kengisi bo'lsa. Keyingi uchun maqsadlar nima qilamiz endi? Endi sal seriyozroq bo'lish. Veb-sayt to'g'irlash birinchi o'rindagi maqsad. Veb-saytda UI'ga chizib qo'yganman. Просто uni yasash kerak. Hozir veb-saytimiz bor, просто default deb HTML page chiqadi. Bu ko'rishdagi. Asosiy birinchi o'rinda veb-sayt to'g'irlash. Keyin partnershiplar, ya'ni hamkorliklar tashkil etamiz. Sponsorlar birinchi o'rinda topish kerak. Chunki pul faqat o'zimizdan ketadi. Aytgancha tirikchilik bor, ochib qo'ydim. Kimda donat qilmoqchi bo'lsa, bemalol tirikchilikda daftarni qidirib donat qilishlari mumkin. Va proyektlar qilish, open source loyihalar tashkillab. Nima qanaqa bo'lsa, kichkinami, kattami, tajriba olish, open source loyihalar qilish. Asosiy 3 ta maqsad. Shu, yana bitta maqsad bor. Proyekt qilib pul topish, uni keyin qilamiz. Buni asosiylari shu. Keyingiga, yana bittasi, kengayish albatta davom etadi. Yana ham ko'proq odam topish, yana ham ko'proq odamlarni yig'ish. Toshkentga ham kengayish. Chunki o'zim Toshkentdaman, shuning uchun asosiysi. O'zim Toshkentda o'sganim uchun kengayish. Nimaga? Odamlar ko'proq, resurslar ko'proq, tanishlar ko'proq bo'ladi. Nomimiz ham qanchalik mashhur kengaygan sari, mashhur bo'lgan sari imkoniyatlar shunga boradi. Man deb berdim. Boshqada Toshkentdagi balkim o'sha yerga qatnashib yurgan odam, ha, demak, aktiv odam ekanini o'ylash mumkin. Asosiy maqsadlar shu. Va qisqacha bizni rubrikamiz bor o'zi. Har doim ham qilavermaymiz, lekin ba'zida qilib ko'ramiz. Hozirgacha bo'lgan yangiliklarni jamlab aytamiz, undan keyin asosiy mavzu. Yangiliklar qisqacha. GitHub Actions juda katta backlashga olib keldi. GitHub Actions yaqinda announce qildi, ya'ni e'lon berdi. Yangiliklarni e'lon qilishdiki, GitHub Actions ishlatadigan bo'lsa, self-hosted GitHub Actions'da ham yurgizadigan bo'lsa ham pul oladigan qilib qo'yishdi. Har bitta olgan sekund uchun, har bitta action uchun taxminan 0.02 sentmi shunaqa narx e'lon qilishgandi. Butun Twitterda hamma devlar o'zimiz host qilgan pul to'laymizmi? GitHub Tax deb nom qo'yishdi, announcement qilishdi. Biz mana shu o'zgartirishni kechga suryapmiz. Pas aytishdi, nimaga GitHubda dashbordiga ko'proq pul ketadi, hokazo. Shuning uchun asosiy charge qilishdan maqsadimiz shu narsa edi deb aytishdi, lekin ko'ramiz. Hamma GitHub Actions yomon yotibdi. Yomon ishlaydi, orada bitta bug bor. Agar 1 minutga yetmasa ham, sizni Actions server yurayotganmisizmi? 1 minutda hisoblaydi, ko'proq pul oladi. Hate juda ham kontroversiya GitHub Actionsga. Mana shu, ya'ni GitHub Actions nimaligini bilmaydiganlar uchun GitHub Actions bu C++
CI/CD tool siz GitHubga develop qilgan bo'lsangiz, o'sha yerda o'zida testlarni yozib, approve qilish. Men ham o'tiraveradi. Videoda ko'rayotganlar uchun odam ko'p shuning uchun. Live streamdan boshlaymiz, keyingi safardan boshlab. Bu safar live stream emas, yozib olib qo'yamiz YouTube'ga, ko'rishlaring mumkin bo'ladi. Nimaga live stream bugundan bo'lmadi? Chunki YouTube'ga ertaroq kirib qo'yman. 24 soatlik kutish vaqti bor. Bugun kirdim, 24 soatdan keyin ochiladi dedi. Hamma keyingi safar. Xo'p, RAM narxi oshib ketyapti. Eshitganlar bo'lsa, RAM narxi oshib ketyapti. Hozir AI chiplarga talab oshganligi uchun asosiy RAM ishlab chiqarish AI chiplarga moslangan RAMga o'tib ketyapti va oddiy kompyuterlar uchun chiqarilgan RAM narxi oshib ketyapti, chunki u kamroq ishlab chiqarilyapti. RAM narxi oshib ketyapti, asosiy muammo. Shuning uchun Nvidia GPU ishlab chiqarishi pasaytirmoqchi, taxminan 30%, 40%. Bu nima degani? GPUlar taxminan keyingi yilga qimmat bo'lib ketadi. Oddiy RTX GPUlar. H1B'dan chiqib ketaveradi. Data centerga moslangan, AI ishlab chiqarishga moslangan GPUlar ketaveradi, lekin oddiy kompyuterlar uchun moslanganlar GPUlarni ishlab chiqarishi qisqaradi. Nimaga? Chunki RAM qimmat bo'lib ketdi. Yetishmayapti. Bu degani, ular RAM narxi oshib yotibdi. Taxminan 2 barobarga ham oshib ketdi menimcha Amerikada. Bizda bilmayman, qanaqa tekshirib ko'rganim yo'q. Oshishi mumkin bizda. GPUlar agar Nvidia chiqarishni aytishni boshlasa, aniq GPU ni ham narxi oshib ketadi. Bu endi bilmayman. Gaming laptop ko'rmoqchi bo'lsa, aniq qimmat bo'lib ketadi. Kompyuterxonalar balki narxi oshmasligi mumkin. Keyingisi Swift. Bilganlar uchun Swift bu xalqaro bank transfer sistemasi. O'sha Ethereum blockchaindan foydalanishga o'tmoqda, ya'ni blockchain tizimidan EVMdan foydalanib xalqaro tranzaksiyalarda settlement pulni o'zbekchasini, o'sha settlementga kelishini blockchaindan foydalanib qilmoqchi. Bu xalqaro bank transferlarni taxminan ancha barobarga, o'sha sekundlarga qisqartiradi. Birpasda bank transferi amalga oshadi. Hozir agar transfer qiladigan bo'lsangiz, har bir vaqt 1 kun 2 kun oladi. Shu narsa o'zgaryapti va blockchain katta bank tizimlariga ham o'tib ketyapti. Yaqinda JP Morgan adashmasam, o'sha blockchain tizimidan foydalanish, ledgerdan, public ledgerdan foydalanishi boshlaydi. Graphite Cursor va biz bugungi mavzuyimizga bog'liq bo'lgan yangilik. Cursor Graphite sotib oldi. Graphite nimasi? Graphite AI PR review tool. Ya'ni PR request qiladigan bo'lsangiz, pull request qiladigan o'sha narsani review qiladigan AI tool va buni Cursor sotib oldi. Menimcha Cursordan chiqmasdan turiboq hamma narsalarni review qilishni iloji bo'lsa kerak keyinchalik. Buni aytishyapti GitHub uchun yana bir minus aura. Nimaga? GitHubni Actionsda yana foydalanishga GitHubni o'zidan PR reviewlar qilishlikda kamayapti. Ehtiyoj kamayapti. Shuni narsa ajoyib yangiliklar bo'ldi. Hozirgacha yana bu yangiliklar bo'lsa esimdan chiqib qoldi. Aytib o'tishim mumkin. Qiziqlar bo'ldimi? Boshqa narsa esimda yo'q. Manda yaxshi emas, yomon ham. Yunusdagi bunaqa kartasidan pul yo'qotishdi. Aytuvchi yaxshi emas. Nima bo'ldi? Yunusda mobil prilovniyasi foydalanadiganlar va unga kart to'laganlarda taxminan 4-dan 5-dekabrgacha ruxsatsiz pul yechib olgan, pullar qaytarilmagan. Короче, pulni o'g'irlang. Keyin 8-kun ham xuddi shu holat yana takrorlanadigan. Sabab biz Paypal bilan hamkorlik qiladi. Paypal birinchi kuni shu hujum bo'layotganini sezib, to'lovni vaqtinchalik cheklab qo'ygan, siz qaytib qo'ygan. Keyinchalik qayta oshtirgan pulimiz va 8-kun yana xuddi shu holat takrorlanib, milliardga yaqin pul yo'qolgan.
to'g'ri dajundan ko'p bo'lsa kerak. Atagani ham Hech qanaqa- to'g'ri o'sha API'da o'ziga qilishgan ekanda. Hech qanaqa OTP kelmagan telefonga shunday aytib Sababi siz birorta to'lovchiga karta ulansa, unga token saqlanadi. Bu tokenda cheklov yo'q, limit yo'q. Bunga hech qanaqa SMS koddan yuborish shart emas. Serverda o'zida yo'q. Serverda o'zida. Вообще zo'r. Zo'r. No, exploit tomonidan o'ylab qarayotgan bo'lsak, rostdan ham o'ylab qidirib topishgan. Muvaffaqiyatli ravishda bu narsa amalga oshdi. Hakerlar uchun plyus, security komanda uchun vaqti juda katta minus. Yaqinda aytgancha, traffic controlda datalari ochiqligi haqida xabar chiqib ketdi. TechCrunchda hamma o'sha nomerga asoslanib shtraf radar tizimi xavfsizligi nol ravishda, ochiq ravishda ishlashayotgan ekan. Bu narsa yangilikda chiqdi. Endi bitta chiqib qoldi, ham kunimizda ko'rib qoldim, keyin yopilib ketdi. Barcha bosib nimadir qilish shekilli, lekin juda ham katta minus. Shunday katta, juda ham katta tizim inglizchasi turibdi hali. TechCrunchda hech narsa saqlanadi. Hattoki boshqa davlatlarda ham sizgan ekan, bitta. Faqat O'zbekiston emas, bu qurilma sotayotgan kompaniyani ham yozishgan. Ana shu testik, Radar sotadigan apparat darajasida bo'lmadi. Hozir bizda kameralar bor, ezingizlar. Misol uchun qo'ysangiz, chip qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi, telefondan ko'rsangiz, o'zini cloud serveriga otadi-yu. Misol uchun Xitoyda o'sha serverda ancha tamom bor. Server tomon. Mana shunaqa yangiliklar, xullas, AI bubble davom etyapti. Yaqinda aytgancha Hacksfield AI degan bo'lsa, CEOs keldi. Alex Mashraf. Zo'r odam ekan. O'sha intervyusida bo'lib qoldi. Nimaga 21 schoolda edim. Bu yoqqa keldi, shu yerda ozgina gaplashishdi. Judayam zo'r odam ekan. Telegramni ochiq ekan xullas. Bemalol agar AI bo'yicha kimdir yozmoqchi bo'lsa, yozib ko'raveringlar. Chunki CV bo'lsa tashakkurlar, ish bo'lsa ko'ramiz dedi. Endi ko'pchilikka shunaqa deb yozibdi, ko'pchilik tashlagan bo'lsa kerak, qiziqadi, tashakkur bo'lsin, balki javob beradi. Hacksfield AI rostdan ham video generation bo'yicha juda ham katta turibdi. Chunki mana shu unicorn $1 million dan oshiq foyda qilyapti. Bu juda ham zo'r. AI bubble davom etyapti. Xavfsizlik вообще dabdalasi chiqib ketyapti. Shuning uchun mana shu tizimlar tanlab o'rgansalar bo'ladi. Ana Microsoftdan bas o'tamiz. Microsoftmi? Bas o'tyapmiz. Xabar chiqardi. Microsoft xabar chiqardimi? C++ da fonni 2030gacha rastga o'zgartiramiz degan xabar chiqyapti. Keyin oyiga 1 milliard qator kod, 1 million qator kod yozish kerak bo'ladi. O'zgartirish. Endi shunaqa gaplar chiqdi. Bu yoqda qolganlar Microsoft is doing whatever Microsoft is doing degan xabar. Microsoft nima qilyapti? No, ko'ramiz. Rust aktual tilga aylanib boryapti. Rust o'rganmoqchi bo'lsanglar, o'rganinglar. Kurslarni boshqa Kursimiz yo'q. Study group ochsak, balki ocharmiz. No, rostdan. Python bo'yicha kursimiz yo'q. Hali so'zga yo'q. Eskili bilmayman qanday ketyapti, jimib ketishdi. Rust lekin aynan low level coding uchun Rust o'rganganlar aktual bo'ladi. Infra bo'yicha hammasi Rust bo'lib ketsa kerak. Bizda yangiliklar shu. Sekin endi asosiy mavzu naqdga o'tiramiz. Vibe o'tiramiz. Sizga chunki men bunaqa qilmadim. Spoiler.
to'g'risi hozir katta uncha tushunmayapmanmi nima yo'lda ekanini Uni tepadagini nega? Tepada turibdi. Menyu bor. hozir tushunib bor Change qilasiz. Enter qilasiz. Enter qilasiz. Bor. Start menu. enterda mana ekranim buzilib ketyapti. Bu sam nima qilingda extended display siz bo'ladi. hozir shunaqa Shunaqa qilsangiz ekraningiz unchalik buzilmaydi. buni o'tib bo'lgan vaqtda bugungi mavzuimiz vibe coding ekan. To'g'risi vibe codingni eshitib man 9 oy oldin Gemini bilan shunchaki code press qilib vibe coding qilishni boshlagandim. Hozir asosiy mavzu qilishni o'zimiz tanishib bo'lsa, Ahmadjon, asosiy yo'nalishim mobil faqat va 2023 yildan beri, to'g'ri 2023 yil boshidan beri backend dasturlashni ham shundan kelaman va hozirda mobil hamda backend dasturlash bo'yicha zakazlar olib ishlash boshlaganman freelance holatda. Sababi universitet bo'lgani uchun. Hop, dasturlashda 4,5 yildan oshiq muddatgacha dasturlash ishidaman. ICTC ko'pchilik bilsa kerak, algoritmlar bo'yicha dasturlash o'rganadi. Shunda 2 marotaba Yevrosiyo chiqardi. 2020 va 2025 yil. Keyin o'zimiz startapim bor, men do'stlarga xuddi shu vibe coding qilib ko'rgan. To'g'ri, vibe coding xato bo'ladi, sababi dasturlash tajribasi va mayl holatda qurilgan sayt bo'ladi. Achiq holatda nima to'g'risi kerak.
qayerda qanaqa funksiyani ishlab chiqqan bo'lsa, o'sha funksiyani sizlarga tushuntirib beradi, qanaqa holatda ishlab chiqilganini. Ikkinchi AI'miz Windsurf. Bu shunchaki yordamchi dastur emas, bu sizni agentingiz. Bu imkoniyatlari flow, open bor. Bu sizni kodingizni to'liq doimiy ravishda o'rganib turadi. Sababi keyingi o'zgarishlarda o'sha sizni kodingizga qarab o'sha yangi featuresni qo'shib ketadi. Bunda boshqa dasturchi yozgan bilmaydi. To'g'rirog'i AI yozganini bilish oz-oz qiyin masala bo'lib qolishi mumkin shu joyda. Dasturchi holatda yozib beriladi. Keyingisi Cascade, bu o'sha kodni to'liq analiz qilib, features qo'shib chiqishlarga yordam beradi. Deep content awareness, chuqur kontekst o'qiydi. Bu degani o'sha sizni kodingizni to'liq o'qib chiqib, clean holatda yozib ketishga ancha yordam beradi. Kodni o'zi tushuntiradi, nima qilganini, loginiga kursor ham bor. Buni narxlarga to'xtaladigan bo'lsak, freeze cheklangan 25 ta kredit, prostda barcha modellar bor. 500 ta kredit beradi. Bu sizga 250 ta o'rtacha xabar yuborishingizga to'g'ri keladi. 500 ta kredit degani. Xo'p, keyingisi bizda doimiy foydalanadiganim to'g'rirog'i katalogdan foydalanib, Windsurf kursor ishlatib, yana katalogga qaytgan dasturimiz bo'ladi. Bu hozir juda katalogda ancha rivojlantirib yuborgan. Bunda nimasi bo'ladi? O'sha kursor bilan Windsurf qiladigan hamma imkoniyatlar bor. Bundan tashqari buni narxi ham arzon, ham deyarli o'sha Windsurf kursor holatda ishlatishingiz mumkin. Arzon narxda. Keyingisi bunda GitHub Spark bor. Buni Pro Plus modelga qo'shgan. Bunda siz hech qanaqa kodga qarashingiz shart emas, hammasini AI o'zi qiladi. Xo'p, asosiy joyga keldik. GitHub kursor Windsurfni solib chiqamiz. Xo'p, birinchi GitHubga to'xtaladigan bo'lsak, buni namin ko'p deyish mumkin. Sababi bu hamma ID'larga tushadi. Siz Android ishlatasizmi, Internet ID ishlatasizmi, VS Code ishlatasizmi, xohlaganingizda ishlatishingiz mumkin. Kursor bilan Windsurf bo'lsa faqatgina bitta ID'ga mo'ljallangan. Kursor o'zi ishlab chiqqan, Windsurf ham o'zi ishlab chiqqan ID'ga. Xo'p, keyingisi killer features. Bunda GitHub Spark bor, GitHub Catalog'da. Bu umumiy backend, frontendni to'liq o'zi yozadi. Shunchaki do'stingiz bilan gaplashishingiz kifoya. Xo'p, keyingisi kursorda komposer bor. Hozir buni tushuntirdim. Oz-oz. Keyingisi Windsurfda flow agentic action. Bu o'sha to'liq kontekstni o'rganib chiqib, keyingi features o'sha holatga qo'shish uchun ancha flow bilan agentic action. Keyingisi kontekst, bu o'sha kodni to'liq o'rganishi, GitHubda ajoyib bo'lgan butun trek bo'ladi. Kursor ham xuddi shu, Windsurfda eng kuchlisi. Sababi ba'zi holatlar bor, siz fayllaringizni o'chiradigan holatlar. Bunda Windsurfda to'liq kontrol qilish bo'ladi, ya'ni o'sha fayllarni hammasini bittada o'chirib olishni ruxsat beradimi yoki ba'zi fayllarni o'chirishni ruxsat beradimi yoki fayllar yaratib ashlardi, bunda to'liq kontrol qilib turadi. Lekin GitHubda shu ozgina muammo. Fayllarni o'chirishda siz to'liq permission berib qo'ya olmaysiz GitHubga. Ba'zida har bitta faylni o'chirish uchun bittadan ruxsat to'g'ri qolishi mumkin. Shunaqa holatlar. Kursorda to'g'risi o'zimizda foydalanib ko'rmaganman. Asosan shu GitHub bilan Windsurfda ishlab ko'rganman. Shu masala bo'yicha fayllarni o'chiradigan holatlar. Keyingisi GitHub Catalog'da agent imkoniyatlari. Bu juda katta kontekstdagi fayllarni yozish mumkin. Bir nechta fayllarni tahrirlab, kursorda ham xuddi shu, lekin Windsurf umuman boshqacha, u umumiy trek o'zi yozadi. Siz kodni ko'rib turib, bemalol kodni tahrir qilishingiz mumkin, albatta Windsurf ishlayotgan holatda. Xo'p, narxlarga to'xtaladigan bo'lsak, GitHub Catalog'da free bor, $10 bor, $9 bor.
mana shu $10 bilan kursorda 20, Windsurfda $15 holatda bemalol yozishingiz mumkin. Kodlarni xabarlar yuborib, AI'larga keyin ertasi bor. Hozirgi ishlayotgan hamma AI modellarni hammasi qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni hozir eng oxirgi chiqqani Cloud Ops 4.5 Thinking bor. Bu hozir kodingdagi eng kuchli agent deb bo'ladi. Biroq bu men shaxsiy fikrim. Sababi men Gemini 3.5 Gemini 3 Pro dan foydalanib ko'rdim va GPT 5.2 dan foydalanib ko'rdim. U Ops 4.5 berganchalik natija bermadi kodingda. Ya'ni kodlar sifati va yangi featureslarni kreativ holatda qo'shish uchun. Endi ikkinchisiga o'tsak. Kerakligi to'plami agentlar postni to'liq tahlil qilib yozish uchun o'sha hozir aytib o'tgandek Venture, GitHub Copilot, Cursor va top elementlar hozir Gemini, GPT, Cloud, Perplexity, DeepSeek va Kimi. Shu joyda narsa aytib o'tish kerak. Perplexity. Bu boshqa yerlarga qaraganda ancha ajralib turadi. Sababi shu AI eng oxirgi ma'lumotlarga tayangan holatda sizga javob beradi. Manda doim muammo chiqsa, Geminiga yozaman, ChatGPTga yozaman. Bu Cloudga vaqt yozaman. Bu menga to'liq muammo hal qilib bera olmasligi mumkin ba'zilarini. Perplexity bo'lsa, ular AI bo'lsa, shu AI bo'lsa, menga eng oxirgi xatolar tahlili va o'sha saytlarda chiqqan yangiliklar bo'yicha menga muammoni hal qilib beradi. Bu 99% holatda menga bergan natijalari ish bergan. Xo'p, endi instant builderlarga to'xtaladigan bo'lsak, bu V0, Lovable, Blocknew. Buni menimcha hamma biladi. Bunda aniq bitta kontekst mo'ljallangan, ya'ni Lovable'da siz faqatgina React bilan ishlagan holatda o'rganishingiz mumkin xolos. Bunda misol uchun Django'da backend yoza olmaysiz yoki backend bilan Django'da React'da foydalangan holatda vahiykalardan to'liq saytni ishlab chiqa olmaysiz. Blocknew'da backend yozishingiz mumkin, lekin uni kompilyatsiya qila olmaysiz. V0'da ham xuddi shunaqa backend yozishingiz mumkin, faqatgina frontend to'lami qo'llab-quvvatlaydi. React, Vue.js manimcha Vue.js ishlab turmagan. Lekin tepada aytib o'tganimizdek Venture, Copilot, kursorlar bo'lsa, bular bilan deyarli bir xilmat. Lekin siz kodni to'liq tahlil qilasiz, siz xohlagan framework dasturlashtirishda kod yozib beradi. Men hozir asosiy ishlatadiganim GitHub Copilot. Men nima sababdan GitHub Copilotdan foydalanaman? U menga Venture aniq natija beradi. Sababi hozir $1 dan foydalanaman. Bu menda 2-3 marta to'lashimga sabab bo'ldi. $1 har oy. Keyin yana bitta narsasi bor. GitHub Copilotda requestlar har oyda birinchi kun yangilanadi. Siz misol uchun 15-kun saqlasangiz, oyda oxiriga borib sizlar limit tugab qoldi. Keyingi oyning boshida yana qayta bo'ladi. Siz $10 da $20 ishlatgan bo'lasiz shu joyda. Boshqa AI'larda bunaqa features yo'q. Misol uchun misolda $10 deb hisob oldim va keyingi oygacha men bemalol hamma requestlarni tugatishim mumkin. Keyingi oy boshlatishgacha. Sababi har oy birinchi kuni requestlar to'liq yangilanadi va yana men keyingi oyni boshlab xuddi o'shancha requestni, ya'ni xabarlar yuborishim mumkin. Shu AI'ga Pro versiyasida oyda boshqa olgan yaxshi bo'ldi. Olmoqchi bo'lsak. Pro versiyani o'sha oyda o'rtasida olganingiz yaxshi, sababi sizning requestlaringiz tugab qoladi oyda oxiriga borishgacha. Siz oyda o'rtasida olsangiz, oyda oxirigacha hamma requestlar tugatasiz. Keyingi oy bo'lsa yana yangi $10lik Xo'p, endi o'zimga kodingga yaxshi o'rganish hammasini ishlab chiqarmas, shunchaki bitta bo'lsa, siz allaqachon bitta aytgan kompaniyasiz, xohlagan chizib qo'yishingiz mumkin, xohlagan
bu mana Adaptivность. Qo'shishni uyga o'tqizib va mana startap bo'lsa bu ayol muhtojlikka mo'ljallangan sayt to'liq koding tajriba orqali qurilgan kimdir manga to'g'ri bog'lamoqchi o'zi qilgan va endi manimcha bo'lmasa sizlarga ozmoz live coding qilib beraman. To'g'ri live vibe coding. Keyin yana bitta narsa to'xtalib o'tish kerak. Bu joyda soncha Bu tomonda ekan. Bunaqasi. O'sha yerdan ochsangiz ham bo'ladi, xolos yoki Google Jules degan narsa bor. Bu ham xuddi shunaqa agent. To'g'ri, agent va bu cloudda ishlaydi. To'g'ridan-to'g'ri GitHub bilan bog'lab onlayn holatda praktika qilishingiz mumkin. Bu ham kursor, Vinsurga o'xshagan oddiy agent. Defastda reklama qilib ketdi shuni. Xuddi o'shanda. O'shanda ishlatdingizmi? O'shandan keyin ishlatib ko'rgandim. Endi hozir lokalda sizlarga bitta sayt ko'rsatmoqchi edim. Hali buni hech ko'rsatganim yo'q. Ko'pchilik LeetCode'ni biladi. Menimcha ko'pchilik foydalanib ko'rgan bo'lsa kerak, dastur sifatida. Xo'p, menga tast tushgan, ya'ni universitetda 4-kursmiz, ya'ni shuning uchun ilmiy loyiha ishlatish kerak. Menga bo'lsa dasturlash bo'yicha kontestlar o'tkazadigan sayt qilish kerak bo'lib qoldi. Va shunda yozdim men. Menga mana shu saytda LeetCode'ni birga bir holatda deyarli ishlatilyapti. Bu menimcha ko'pchilik ko'rishi mumkin. LeetCode'ga deyarli o'xshash. Va men bunga 10 tadan kam holatda prompt yozdim. Ya'ni 8-9 satrofli prompt yozdim. Shu holatda ozmoz chiqarsak, deyarli submission hamma joyi. Shunday ko'rishimiz mumkinki, Copilot'ni imkoniyati qanchalik kengligini. Misol uchun bunday tekshirib ko'rishimiz mumkin. Run qilib bu kod ishlaydi, lekin bitta qanday xato qilib qo'ysak yoki boshqa javob qo'yaylik, bu sirada xato chiqaradi bizga. Transfer hamma tomonlama o'ylab qilingan sayt. Men bunga shunchaki prompt yozganman xolos. Menga backendini ham, frontendini ham o'zi to'liq yozib bergan. Endi o'zimiz foydalanib ko'rsak. Shu bo'lganimda men bunaqa arxitektura qilaman. ChatGPT'ni maslahat qanaqa sayt ko'rishimiz mumkin? Portfolio qilaylik. Portfolio Xo'p, men Claudio Ops 4 dan foydalanaman. Hozir aytib o'tganimdek, sizda agent konfiguratsiyasi birinchi agent konfiguratsiyasini plan qilib olamiz. Qanaqa ishlar bo'ladi? Shu holatda yozishingiz mumkin. For what? Shunaqa deyishimiz mumkin va bunga hozir backend with Django
rest from work. Don't please react delete. Some data bo'lsak bizga yana qo'shimcha ma'lumot ham qo'shib berishi mumkin. Va bu ozgina vaqt oladi. Bungacha boshqa mavzularda ham gaplashishimiz mumkin. Hozircha mana shular. To'planganimizda yana ham qisqaroq mavzu gaplashamiz. Nechi kreditingizni donat qilyapsiz? Nechi kreditingizni donat qilyapsiz? $39 men o'zim boy tutib. Hammasi tugatish kerak edi. Sababi bo'ldi bemalol. Rostdan. Chekar ko'rsatmasam o'sh tomonda edi, bircha edi. Lekin talashtiring. Atigi 35% ishlatdim xolos. Talashtiring. Mayli. Pro plusda $40 yobini. Shu holatda va qo'shimcha inline suggestions, ya'ni siz kod yozayotgan paytingizda sizga taklif qiladigan kodi cheklanmagan. Limitdan. Demak, o'z kod yozaverasiz. To'g'risi, oxirgi payt men deyarli kod yozmayapman. Taksi supportda ishlayman va taksidan kelayotgan tasklarni ham shu orqali qilib qo'yapman. Shunchaki prompt yozaman va boshqa ishlarni qilib o'tiraman. Savol javob bo'lsa, Qanaqa masala yechishi mumkin deb kodda shunga o'xshagan ishlar tasvir qilganman. Anti-gravity ishlatib ko'rdim. Tasvir berganda unda bitta ertasi kuni crash bo'ldi, kontrakt. Onlayn o'ynash uchun ishchilik qildik. Zo'r berdi, faqatgina bitta prompt yozib qo'ydim. Lekin to'liq ishlatib ko'rgan ekanman. Savol bor. Hozirda holat bo'lyapti. Juda ham ko'pchilik bank kodini qilyapti. Bank kodini istiqbollar ham ko'paydi. Usul bormi, hammasi ishlab ko'ryapti. Men hammasi ishlab boshman ham ketyapman. Yuborazmi yo qaysi bir zo'r bo'lib ketadi? Ko'paygan bizning sababi yetuk holatlarda bizga ko'proq regressiya berishi mumkin. Hammasidan tashlash mumkin. Lekin kapital propertiesda juda ham ko'p regressiya, yarimta regress bor. Qo'shimchasiga kimyo boshqa yana bitta regress bor. Va hammasini tugatib hammasini to'g'ri ishlashga vaqt yetmayapti. Shuning uchun faqatgina hozircha kapital pro plusdan foydalanyapman xolos. $49. $10 ham bor deyapsiz. $10 bor, lekin regress kam. Sababi hozir men ishlatadiganim Cloud Ops. Cloud 5. 300 holatda regress talab qiladi. Bu menda $10 o'zida atigi 100 ta regress yuborishga Cloud o'zichi. 100 ta regress endi 100 ta prompt berishmi yo'q? Cloud o'zichi. Cloud o'zichi. Bundan foydalanib ko'rmadim, sababi Cloud to'g'ri menga berilib ketgani uchun. Kod to'g'ri bitta ikki oladi. Opus thinking mode ko'p oladi. Haiku, Mashetes. Yo'q. Pastda pullar X ekan. Jimna 3 Pro ham X. Yaxshi. Bir kunda ichida qanday Firdavs ham keldi. O'sha Vibe-dagi holat meni ishimga aylanib qolyapti. Men asosiy qiladigan ishim masala yechaman. Hayotga tarbiyalik ko'raman. Bo'ldi. Lidkoddagi masalani ham Vibe qilyapsiz. Lidkodda saytdan chiqmagan
holatda hech qanaqa AIlarga aralashmagan holatda ishlayman. Shuning uchun Сколько задач? hozirda 200 ta Banda bitta. yo'q. Kompetitiv programming ko'rsa yaxshilar, lekin kompetitiv anaqalarni keyin yana Googlegacha yo'l degan Redcode'da doimiy masala ishlar tahlil qilamiz har kuni va qo'shimcha sifatida sistem dizaynni ham o'rgatib ketishni boshlayman. O'zimdagi o'zim o'rganib o'rgataman. Manda Ahmadjon savol bor. Ana Google'ga topshiraman deyapsiz. Ana Google'ga topshirayotganingizda white coding qilishingiz red flag bo'lib qolmaydimi? Shunda lead codingiz ba'zan bergan bilan ular qanaqa qarayapti katta kompaniyada? Hali neytral holatda so'rayapti. Misol uchun katta kompaniyada white codingchilarga qanaqa holatda qarayapti? to'g'ri savol. Men hozir bu savolga to'g'ri javob bera olmasligim mumkin, lekin o'zimning shaxsiy fikrimdan kelib chiqqan holda ular asosan sizni ekran tuzgan qaraydi, lekin asosan sizni hozirgi holatingiz, ya'ni muammolar qanaqa holatda hal qilasiz, sistem dizaynda proyektlarda qanaqa holatda aktiv kurashni ko'rasiz. Ana shu ikkita holatga katta e'tibor qaratadi. Sababi DFSda azim bilan gaplashib ko'rdim, startup va Google'ga topshirish bo'yicha. Bu ham shunga masala edi. Manda anaqa qo'shimcha manimcha white coding sizni tarixingiz bo'lib qolishi mumkin Google'ga kirsangiz. Shuning uchun ular o'sha red flag deb qaramasligi mumkin, lekin intervyu paytidan yaxshi o'tsangiz, white coding ichkaridagi vaziyatingizni bilmaymiz. White coding qilmaymiz, lekin u jarayonga moslashib ketasiz. Buni qanday Qilinadi bari. Google ishlatgan frameworkni o'shani Java-ga kirdim. Bu ham Gemini'dan foydalangan holatda asosiy kodni yozib beryapti. Shundan tushunish mumkinki, ya'ni Google Yandex o'sha asosiy o'zini AI tool bor, o'zingiz ishlatadigan. Google'da DeepMind Gemini DeepMind kompaniya. DeepMind bor, umumiy ekosistema. Endi planni tuzib o'ynatgan. Execute qilamiz. Menda qiladiganimiz shunday start implementation va bitta. Bizda mana shu holatda planni yozib bergan. boshda ask modda berdiz. Ask mod taqildingizmi? Planningda qildilar. To'g'ri planda bo'ldim. Agentda. Shu planning bilan ask mod farqini so'ramoqchi edim. Qanaqa? Agar qayni bilsa farq qilishni asosiy. Farqi juda katta. Askda siz kod haqida qanaqadir ma'lumot so'rashingiz mumkin yoki qanaqadir featuresni qo'shishni so'rashingiz mumkin. U sizga aniq plan qilib bermaydi. Lekin planda bo'lsa, siz bitta features aytasiz, mana shu features qo'shishim kerak deysiz. U sizga plan qilib beradi. Backendga qanaqa holatda qo'shishni, frontendga qanaqa holatda integratsiya qilishni. Umumiy bir marketinglikda yozib beradi, qanaqa nima ish qiladi. Start build qilsangiz o'sha. O'sha plan bo'yicha to do list bo'ldi. Birinchi setup Django backend structure, ikkinchisi setup next.js frontend va ikkinchisi build qarang, Ahmadjon yana bitta narsa sezdim, mana vaqtni qilganimda. Misol uchun 0 dan bitta proyekt ko'tarmoqchiman. Men o'sha proyektni misol ChatGPT bilan birinchi голосовойda gaplashib olaman. Mana shu narsa qilmoqchiman deydi, u keyin o'zini ideyasini aytadi, keyin men bitta prompt yozib ber, men Copilotga tashlamoqchiman deyman. Keyin uni promptini olib turib, bunga bitta tashlayman-u, agent modda sразу. Menga vashti jinxona narsa qilib beradi. Lekin har bittasini qismlarga bo'lib turib tashlasan, yaxshi narsa qilib beradi. O'shini siz qanaqa lifehacklaysiz? Misol uchun 0 dan sizda bitta proyektda ideyasi bor-da, uni qanaqadir opisaniyasi ham bor.
o'shani noldan qildirmoqchisiz. Qanaqa puch qilsak bo'ladi? Qanaqa nima? Ashi ham menda eng katta muammo edi. Sababi men o'sha to'liq prompt yozishga erinaman, to'g'risi. Shuning uchun doimiy men qanaqa features qo'shmoqchi bo'lsam, GPT-ga berardim. Men prompt yozdirdim. Men shunchaki o'sha promptda bir-ikki o'qib chiqib, to'g'ri bo'lsa shunchaki copy paste yuborardim. Lekin u men xohlaganda javob bermasdi. Shuning uchun prompt o'zi nimadan chiqqan holatda yozishga boshladim. Planning qilibmi? Aniq qanaqa features qo'shishim, backend qanaqa holatda yozilishi va agar qo'shimchalar bo'lsa, frontend bo'lsa, frontendda qanaqa holatda yozishini o'zim ozmi bo'lsa tushuntirib ketaman. Misol uchun, nima deyishim mumkin? Men backendga shunday to'g'ri saytga shunday features qo'shmoqchiman. Shu button biroq. Mana shu sahifada mana shu holatda tursin. Men pozitsiyasini aytmayman, lekin xuddi o'sha sahifaga men xohlaganday qilib qo'shib beradi. Xullas, siz maslahatingiz prompt o'zimiz yozganimiz yaxshi. Prompt o'zingizdan qo'lda yozganlar yaxshi va qaysi sahifaga qanaqa features qo'shishni umumiy sal aytib qo'yish kerak. tushuntirib ketish kerak. Hozir AIlar siz umumiy bitta funksiya bersangiz, uni qat'iy qilishni bilmaydi, o'zi xohlagan joyga qilib tashlaydi. O'shaning uchun aniq pozitsiyalar bersangiz, sahifa yoki shunga o'xshagan o'sha holatda o'zib ketadi. Keyin ko'pchilik bitta narsasi bor, reduced widgets yoki shunga o'xshagan to'g'risi boshqa komponentlar bo'lsam, komponentlarda AI o'zi avtomatik bitta komponent qo'ymasdan har bittasiga o'sha xuddi qaytaraveradi. Shuning uchun shu tomonni ham aytib ketish kerak. Endi mana shu komponentlarni alohida bitta komponent sifatida olib yoki kodni alohida kod sifatida olib, o'sha koddan foydalangan holatda yozib ketib, instruksiya berib qo'ysak bo'ladi. Keyin bitta narsasi bor, buni boshda ko'rsatmadim. Pastda oldindan instruksiya berib qo'ysangiz bo'ladi. Qanaqa holatda kod yozishni men bitta frontendga instruksiya berib qo'yganman. Shu holatda bu kodni men qo'yib qo'ygan ekan GitHubga. O'sha shunday oldim. O'zimga qo'ydim. Bu endi men xohlaganday holatda kodni chiqarib beryapti. Bu instructioningiz hamma proyektlaringizga ta'sir qilib ketaveradi. Backend frontend yozayotganda hammasiga ta'sir qiladi. Gruppaga tashlab qo'yasiz. Gruppaga tashlab qo'yaman. Hozir backend yozishni boshlabdi, frontend boshlabdi. Hozir mana qarang, bitta jo'natdingiz, shunga sizni bitta anaqasi 3 ta nimangiz premium requestingiz ketdi. Bir don boshqa emas. Yo'q. Yaxshi ekan-da. Zo'r ekan-da. Ya'ni token misol uchun kredit olmas ekan-da. Kursorda token based-da adashmasam. Qancha token ishlatsangiz shuncha pul oladi. Qancha ishlatganiga qarab o'shancha sizdan token ayiradi. Hozir bunda misol uchun bitta requestingizda aytaylik, ozgina token ishlatishingiz mumkin, bitta requestingizda ko'pgina ishlatishingiz mumkin. Keyin bitta narsa bor. Siz har bir AI request yuborganingizda u siz narsa bo'ladi. Xuddi shu AIga xohlagan request yuborish mumkin. Ya'ni siz bitta features qo'shishingiz orqasidan u AIga misol uchun 10 yoki 20 ta request yuborish mumkin. Kodni tahrirlash uchun. Manimcha bu holat uchun beraman. Настройкасida hali joyidan ko'rsating. Mana qo'shdimi? Bitta narsasi bor. Shu holatga kiramiz. Mac request degan narsasi bor. Chiqib qoladi menda ham. O'rtada. Kimdir AIdan foydalangan bo'lsa, biladi. Men Bruselga qo'yganman. Sababi men har bitta request yuborganimda u AIga Bruselgacha request yuboradi. Ya'ni bitta prompt orqasidan. Ba'zi holatda Bruselga yuborib to'xtab qoladi. Ya'ni keyin nima qilishni bilmaydi, ya'ni maksimum requestlarga yetib keldi. Keyin bu menga ikkita promptga aylanishi mumkin, keyingi zadaniyalarni bajarish uchun. Bitta request nima? Bitta request nima bo'ladi? Chatga yozamiz, o'sha bitta request bo'ladi. Ha, o'sha bitta request bo'ladi. Agar hozir siz prompt qildingiz, plan qilib berdi, o'sha planda har bitta etapi bitta request bo'lib ketadi. Shunaqami? Yo'q. Shunaqa holatda. Bitta prompt dedingiz, to'g'rimi? Bitta сообщение jo'natishingiz, bitta request. Hozir vaqtda siz GitHub katalogga yuborayotgan requestingiz boshqa, AIga yuborayotgan request boshqa. Ya'ni siz katalog bitta request yuborasiz, u bo'lsa AIga bir nechta requestlar yuboradi. Undan qat'iy nazar sizdan faqat o'sha bitta request uchun 0.4 sent yechib olinadi. O'zi boshqa adashmasam 40 yoki
50 atrofida turadi bu narsa. Ko'paytirib qo'yish kerak. Shunda ko'paytirib qo'yish kerak. Agar kim o'zini xohishiga qarab turib, men Normalnie пропишayotgan. Shuning uchun agentlarga kod sifatida ta'sir qiladi. Oddiy holatda bir necha promptlar berishingiz mumkin. O'sha promptlarda o'zi xohlagancha yozadi. Bunga aniq bitta instruksiya berib qo'ysangiz, bir necha prompt yuborasiz yoki bitta promptlarni farqi yo'q. Xuddi o'sha instruksiyadan foydalangan holatda sizni kodingizni yozib ketadi. Ya'ni kodingiz bitta strukturaga bo'ladi, keng bo'ladi yoki chiqib qolsa, iterate qilib, topishingiz kerak yoki logikasini tushunib olishingiz. Ana masalanda hozir bitta prompt yozdik. Plan qilib berdi, etap-metap. Endi Start implementation. misol uchun har bitta etapida, misol uchun bitta etapda o'zida bir nechta request ketishi mumkin, a? Bunaqani o'ziga, Claude o'ziga. Hozir biz ko'rsak bo'ladimi, misol uchun nechta request jo'natganimizni tugaganda? Ko'ra olmaymizmi? Copilot o'ziga bittami, ikkita request jo'natish shekilli xolos. Hozir. Google Translate Manga 419 page expire. Ya'ni session user expire. Farqi u muhim emas, u muhim narsa emas. Bunda bossam, Set qilganda yangi session login qilgan zaпрос yuboraman. U qaytarayotganda orada yana language set qiladi. Yangi session qaytaradi. Loginni eski ketgan. o'zimizga to'g'rilab berasiz, yana yangi muammolarga sarf tashlash. Update available. Backendda user ID degan narsa boshqa narsa bo'lishi o'zini o'zi bilan bitta narsa qilganman. mashhur qo'shimcha API string Holatda shuni turgan yaxshi, Bendosturda bilasizlar, ko'pchilik hozir aytib o'tdim. Shu saytda manager qismi bor. Bunda AI generator bor. Bu sayt hali to'liq marketing tomonidan ishlanmayapmiz. Bu joyda nima qiladi? Buni AI do'stini AI o'qitganman. Bunga to'liq kitob tashlaysiz. 150 $200 to'liq kitob tashlaysiz. Va qo'shimcha audio beradi. To'liq audio bizga partlarga bo'lib beradi to'liq. Aytmaysizmi? Aytadi. Mikrofon topib Yo'q, shunaqa darajada mikrofonlar bor deb. Mana xayol bo'lib o'ylab UUID ishlatsa ham bo'lar ekan. O'sha qishatda hamma oddiy ID bo'ladi. Nimaga? Chunki men offline ishlashni ham qilmoqchi edim. Shunda UUID klientni
hozirgi holatda lekin internet paydo bo'lganda ba'zi joylarda hech qanaqa ko'pincha bo'lmaydi. Chunki ID klient keyin bunisi Qo'shimcha narsalar qo'shish kerak. qo'shimcha narsalar qo'shishni qiynaydi. Telefon faqatgina nimaga qo'yib qo'ydim, transactions qo'yib qo'ydim. То есть mayliman yangi kategoriya qo'shadi, yangi load qo'shadi, offline, lekin yangi transaction offline qo'shadi. Shuning uchun transaction o'ziga klient ID qo'shib qo'ydim. hozir blokingizda nima nazarda tutganingizni tushunmayapman. Qaysidir bug'ni ustida qolib qoladi. O'zicha fix qilaveradi, lekin masalga fix qilmaydi. Jalb tushunyapsan. Fix naqami? Fix. Bu sababi o'sha framework yoki dasturlarni yangi versiyasilar eski versiyasi o'rtasidagi holat. Misol uchun hozirgi Dependency issues. qaysi oygacha degan ma'lumotlar foydalaniladi xolos. Yoki 2025-yilda qaysi boshlanish var, misol uchun farq bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Shu sababdan o'rtada 4-5 oyda React hack. React 2 martadan. Ikkinchisi ashula turadi. Remote executable. Undan remote executable. 8 dan 7 dan chiqdi. Ya'ni ma'lumotlardan foydalangan uchun muammoni doimiy asosan o'shanda hal qilaman. O'shanda deyarli 90% Boshqa joyga olib o'rtashib kerak. Yokida skelet. Skelet. Shu sababdan men o'zimga ko'proq ketadi, o'zim ustida ishlashga. Lekin qo'lda yozgan ancha vibe yuqoriroq. Haqiqiy vibe koding o'shanda bo'ladi. Sababi sizlar o'zingiz aytganingizda saytni to'liq ko'rishingiz mumkin, lekin backendda to'liq qanaqa holatda ishlab chiqilganini siz bilmaysiz. To'g'ri kodni tushunasiz, tahlil qilarsiz, lekin saytda to'liq analiz sizga yetib bo'lmaydi. Bu o'sha ham to'g'ri tushunmaslikka olib keladi. Lekin o'zingiz qo'lingizga yozasiz, arxitekturada yozasiz, arxitekturani o'zingiz tushunasiz, o'zingiz ishlab chiqqan arxitektura, ya'ni nima bo'ladi? Siz bir nechta arxitekturalar o'rganyapsiz, lekin o'sha arxitekturalarni o'rganib, o'zingiz ikki arxitekturani ishlab chiqasiz. Misol uchun, Telegram arxitekturasi bor, manimcha ko'pchilik bilsa kerak, dasturchi sifatida. Bu arxitektura bitta holatda qilingan, lekin men uni o'zimning holatimga to'g'rilab ishlatganman. Misol uchun testing kerak emas, test yozmayman. Xuddi o'sha agar o'rganaman desangiz, vibe codingda o'rganmaysiz baribir, to'g'risi. Просто klientga ish qilish kerak bo'lsa, bosish kerak. Klientga qiziq emas qanaqa qilinganida. Lekin shuning uchun o'rganmoqchi bo'lsangiz, o'rganing. Просто tezroq bitirish kerak bo'lsa, vibe coding qilsa ham bo'laveradi. Keyin to'g'rilab o'tiraverasiz buglarini-da. Birdan load balancer qo'ymagan bo'lsangiz, ko'payib ketib qolsa. Ikkita narsa bor. O'zi o'sha misol uchun kichkina feature qo'shmoqchisiz, o'sha kodni o'rganib o'qigan holatda o'sha kodda strukturasidan foydalangan holatda yangi features qo'shadi. Bu dasturchi holatda yozilgan kodga juda ham o'xshab ketadi. Shuning uchun nima bo'ladi? Featureslar qo'shishda, unaqa qo'shishda bemalol vibe coding qilib, klientga topshirish mumkin. Dasturchi yozganda chiqadi. Dasturchi yozganda chiqmasa ham baribir klientga farqi yo'q. Ko'rmaydi. Просто product chiroyli chiqsa, ishlasa, buzilib qolmasa, o'sha qimmat bo'lib ketmasa, bo'ldi. Menimcha ma'qul edi. Qayqa? Eski o'tgan?
Bo'lib qolmabdimi? Keep qiladingmi? Oxirgisi qilyapmiz. Kommentni bos. Juda qanaqa yo'qotib qo'ygan. Qancha qator kod yozyapti? Ko'rsa bo'ladi. Ha. Mana shu Kichik kattalashtiraylik, o'shda. Topolmay qoldim. Qanaqa kursor qani? Ha. Katta qilingda uni tepasida bo'lishi kerak. 35 ta fayl topilibdi. Может, вот здесь где-то. Ana ashtu sidebarni o'zini kattalashtiraylikda, ana tepada bor. Totalni ko'rsatadi uni. Qanchaga? 3424 qator kod yozibdi. 35 ta fayl topilibdi. Backend ichida ma'lumotlar bilan tayyor. Qo'rasizmi? Kommentni bos. Ana jur'an ham bo'libdi. Versa Next.js'da frontend bo'lsa. Portfolio. Va basti. Mochimo. Ishlaydimi? Qo'shimcha? Yo'q. Available for narsa chiqdi. UI chiroyli. Ana do'kon bo'yicha tajribam yo'q. Hech narsa qilmaydi. Microsoft o'rganib. Yana nima bor ekan? Feature. Bu ikkita prompt bilan turib ishlab chiqildi. Deliver API. Bittasi qilamiz uchun, ikkinchisi tayyor bitirish uchun. Work experience. Full stack Java. Ishlaganmiz. Startup Yo'q, XYZ. Freelance. Download full resume. Hech narsa yo'q endi, vaqasi get in touch. Bunaqa defaultni. Bootstrap'dagi qo'llaniladigan narsa, no? Yaxshi. Light mode ko'ring. Qayerda light mode? Sababi bor. Jangda tayyor admin panel bor. O'sha admin panel orqali bemalol ma'lumotlar qo'shish. Light mode chiroyliroq ekan. Yoki boshqa ishimiz mumkin. Qaqa borarkan bu yerda. Bunday qilingchi. Bunisichi. Ham Ahmadjon deyapmi? Yo'q, by defaultni unaqa qilib yuboribdi. Boshqa page'lar ham bormikan bu yerda? Yo'q, single page ekan. Single page bo'libdi. O'qib beraveradi. Maytaga kirib ko'rishingiz mumkin. Ana shu qismlarga kiradi. Bu nima bu? Video qo'yilmasmi? Randomly. Молодец. Ustiga bosincha shu endi kartochka. Yo'q, hech narsasi yo'q. GitHubchi. Real. Qo'yib qo'yish qiyin emas. URL o'zgartirish kerak. O'zi generatsiya. Yo'q, bazadan kelyapti-manimcha. Kelyapti просто Dummy data qilib to'ldirganda. Sababi unga sen data deb qo'ygan oxirida o'sha uchun Aha, okey. Zo'r. И что-то streamimizda o'xshamay qolibdi-yu. Mayli. admin paneli, Django'ning o'zini standart admin paneli. Endi qayerda qoldi? Ha, database-ni ham Hozir bunaqa narsani qayerda qoldi haligi? Mana share screen. Video qachon bu video qilib qo'ydik? Testlar ichida. Share refresh camera. Testni ham hozir hozircha. Всё. Kerak emas menga resursni so'roq qilmang. Yo'q, hech narsa yo'q. bunda oldin bitta ish qilib olish kerak. Ya'ni admin panel yaratish. Python bitta nima bor?
degan bo'lishi kerak ekan. CD Basecamp qiyin narsa bu. Ham frontda mana juda oddiy. bitta proyektni yo'ldan oxirigacha bitkazguningcha bitta chatda ishlaysiz. Yangi chat ochib turasiz. Yangi feature ishlaydi. Yaxshi. Men unaqa qilayotgan bo'ldim. Ha, biz bu holatda Pythonda o'zini admin panelga Yangi kiramiz. chat ochib Hozir yozgan yozma xato ekan. Sizni kontekst informatsiyasi qator to'plab ketadi. Qanaqadir o'ziga Bu bizni proyektimizda admin paneli, proyektlar bo'limi, Marketlar qo'shib oladi. Mana configuration. Project type. qo'shib ketgan. Bular finance main page, advanced feature, text stack'i, list holatlar ekan, rasman, Yaxshi. eski mashq GitLab URL, demo URL, Play Store, har bitta feature. qo'shsa o'shanga dokumentatsiya Qisqa qilib aytganda, har bitta yozayotganda kimdir kontakt orqali bog'lansa, shu holatda saqlanishi mumkin ekan. bittadir yopyapti endi. Experience. Biz holatda Test ishlardi. Ya injener bo'lish kerakmi? ya injener Keyin o'zi lead injener bo'lish kerak. bitta narsa aytdim. Yo'q, bitta narsa emas. Aynen, Data ben kerak. böyle Все, anaqani to'xtatamiz. Stream keyingi safar yaxshiroq stream qilamiz. Baribir. Hali. Все.